Kattarozligi eng zo'r havo qaysi desa, hamma aytsa kerak, qor yog'gandan keyin havo tiniq bo'lib qoladi-yu, anaqa ko'm-ko'k osmon. Mana mashinada kattalar ham cho'tki ko'rinadi. O'shanga qani endi bir bularni haydaylik, olib kelay. Bular qordachi birinchi marta uchishi, ikkita yosh kattasi bor. Qo'ygan hammasi bu yilgi yoshlar. Ikkita katta bor faqat. Qolganlari qorni endi ko'rishi mana. Ikki kun yomg'ir, qor yog'di, o'shanga 2 kun uchirilmadi, ozgina barib bilan formadan chiqadi. Tem bo'ldi, hozir qorda birinchi marta uchishi, shu tani jani kunni chochilib ketayotgan hunarlarni qilmadi bu safar. Xudo xohlasa 1-2 kun yana haydaylik. Keyin o'zi ikki o'lar, xudo xohlasa.